Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, bugun ko'rib chiqadigan asosiy mavzumiz ovqat hazm qilish sistemasi. Me'da, yo'g'on-ichak va o'sha ingichka-ichak va yo'g'on-ichakni tuzilishini ko'rib chiqamiz. Qizil o'ngach, demak, ezofagus halqumdan keyin ovqatni, demak, bizlarda me'daga o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Demak, bu yerda bizlar muskulli organ umumiy qizil o'ngachni ko'radigan bo'lsak, uzunligi 12-14 santimetr bo'ladi va bu yerda qizil o'ngachni o'ziga xosligi, demak, 3 ta anatomik va 2 ta fiziologik toraymalarning mavjudligidir. Ya'ni konstruksiya deymiz biz toraymalarni lotincha oladigan bo'lsak, bu yerda qizil o'ngachni o'zi joylashgan joyiga qarab 3 ta qismga bo'linadi. Birinchisi, demak, bo'yin sohasi, demak, bizlarda bo'lyapti pars cervicis, ya'ni bo'yin sohasi o'sha 6-chi, umumiy bo'lgan 7-chi bo'yin umurtqasidan boshlanyapti-da, demak, birinchi ko'krak umurtqasi sohasigacha davom etyapti va undan keyin eng uzun sohasi bu pars tarachka deyiladi, ko'krak sohasi. Demak, bu ko'krak sohasi to davom etadi bizlarda 10-chi va 11-chi umurtqa, ko'krak umurtqasi sohasigacha. Undan keyin bizda diafragma mushagida demak qizil o'ngach yo teshigi orqali qorin bo'shlig'iga o'tadi va xuddi mana shu sohadan qorin bo'shlig'iga o'tgandan keyin demak bizda bog'lanar ekan me'da bilan va mana shu me'da bilan bog'langan joy, qorin bo'shlig'iga tushgan joyi pars abdominalis deyiladi, ya'ni qorin qismi. 3 ta qism tafovut qilinadi bizda. Va qizil o'ngachni o'zida anatomik toraymalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, anatomik torayma deganda demak oldindan mavjud bo'lgan, demak bu o'ziga xos xususiyat qizil o'ngachni birinchi ko'radigan bo'lsak, bizlarda konstruksiya, demak faringio ezofagialis, ya'ni demak bizlarda bo'lyapti halqum qizil o'ngach toraymasi. Ikkinchi toraymamiz, demak bizlarga to'g'ri kelyapti bu birinchi toraymasi agar 7-chi bo'yin umurtqasi sohasida bo'lsa, ikkinchi toraymamiz 4-chi va 5-chi ko'krak umurtqalari sohasida aynan demak bizlarda bronxlarni, ya'ni o'sha bronxlarni bo'linib boshlanish qismidan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak konstruksiya bronxialis bor, ya'ni bronx toraymasi va 3-chi toraymamiz bizda o'sha diafragma muskulini kesib o'tish joyida, ya'ni o'sha teshik orqali o'tgan vaqtida konstruksiya frenika bo'ladi, ya'ni o'sha diafragma toraymasi. Bu anatomik toraymalar va 3 ta. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, 2 ta fiziologik torayma bor. Fiziologik torayma deganda demak ma'lum bir organni o'sha yaqin joylashgan qismini demak bosib turishini hisobiga hosil bo'ladi. Bu yerda bizlar ko'rishimiz mumkin konstruksiya demak aortalis bo'ladi, ya'ni aorta qon tomirining ravog'i joylashganligi uchun aynan mana shu yerda torayma bor va keyingi toraymamiz qizil o'ngachni qorin bo'shlig'iga o'tib, demak me'daning kardial, ya'ni boshlang'ich qismi bilan bog'lanayotgan joyda torayma bor. Bu demak bizlarda ikkinchi anatomik torayma qizil o'ngachni me'da bilan bog'langan joyda demak konstruksiya kardiaka deb aytamiz, ya'ni o'sha me'dani boshlang'ich joyidagi toraymasi. Shunda bizlarda 3 ta anatomik va 2 ta fiziologik torayma bo'lar ekan qizil o'ngachda. Endi qizil o'ngachni agar topografik jihatdan joylashishiga qaraydigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek, demak bizlarda bo'yin qismimiz 7-chi bo'yin umurtqasidan 1-chi ko'krak umurtqasigacha bo'lgan sohasi, 1-chi ko'krak umurtqasidan boshlab demak 9-chi bizda bo'lyapti 9-chi va 10-chini boshlang'ich joy ko'krak umurtqasi sohasigacha bo'lgan joy, demak bizlarda ko'krak qismi va oxirgisi demak bizlarda bo'lyapti 12-chi ko'krak sohasigacha bo'lgan joyi, demak uni pars abdominalis, qorin qismi deb aytiladi va undan keyin demak me'daga bog'lanib ketar ekan. Endi qizil o'ngachni agar gorizontal kesimda ko'radigan bo'lsak, qizil o'ngachni o'zini demak bo'lib gorizontal holatda ko'radigan bo'lsak, qanaqa qavatlardan iborat? Birinchisi ichki tarafdan boshlaymiz. Demak, barcha ovqat hazm qilish sistemasida qismlari singari eng ichki tarafida tunika mukoza qavati bor. Bu shilliq qavat bo'ladi, tunika mukoza, va tunika mukozadan keyingi qavatimiz tela, demak submukoza bo'ladi. Shilliq osti tana qavati bor va shilliq osti tana qavatida bizlar ko'rishimiz mumkin bo'lgani demak glandula ezofagialis, ya'ni qizil o'ngachni bezlari mavjud bo'ladi. Endi ovqat hazm qilish sistemasida
har bitta qismiga o'tayotganimizda o'sha shilliq osti qavatida ya'ni tana qismida bezlar mavjud bo'lib har birini o'zini nomi bilan nomlagan. Masalan, qizil o'ngachda glandula, demak bizada ezofagialis ya'ni qizil o'ngachning bezi. Agar me'dada bo'lsa glandula gastrika deymiz, ya'ni me'daniki, bu qizil o'ngachda me'daning demak bezi bo'ladi, o'sha suyuqlik ishlab chiqaradigan. Endi keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, tunika mukoza, demak shilliq qavati, tela submukoza, shilliq osti tana qavati va undan keyin bizlarda keladigan qavatimiz bu muskul qavati, tunika muscularis deymiz. Muskul qavatini o'zi ham bizlarda ikkiga bo'linib ketadi, ya'ni bizlar ikkita turdagi o'sha mushak silliq tolali muskullarni ko'rishimiz mumkin. Demak bizlarda bo'ladi bu demak sirkularis ya'ni halqasimon muskullar va longitudinalis demak bo'ylama muskullarni ko'rishimiz mumkin. Birinchi bo'lib joylashgan demak halqasimon, keyin esa bo'ylama muskullar joylashadi. Halqasimon va bo'ylama muskullar demak qizil o'ngachni demak qisqarishi va kengayishida demak yordam beradi o'sha yutinish refleksida. E'tiborli tomoni shundaki, qizil o'ngach agar bizda shu ovqat o'sha yutinish refleksi bo'lmayotgan jarayon bo'lsa yopiq holatda bo'ladi va qizil o'ngach bilan halqumni tutashgan joyi va qizil o'ngach bilan me'dani tutashgan joyida bizlar ko'rishimiz mumkin. Demak sfinkterlar ya'ni o'sha mushaklar bo'lib ular siqib turar ekan qizil o'ngachni.